Ina. Voy Ina. Ha? Kamilangizni qarang. Uni mana. Ne vereceğim? Qarang. Добрый вчера и добрый обед qizlarga olaman. Qushbekidagi Qadrg'och restoranini ochganman. Uzr kecha javob bera olmadim. Juda dayratim portlab ketdi shunaqa. Nima deyapti? Nima qilibdi u? Qaldirg'och qocha ochibdi. Nima u qaldirg'och? Qaldirg'och degan restoran ochibdi. Qaydan oldi shuncha pulni bola? O'g'irlik qilibdimi? Nafasing iyi lozim. Bloger-ku bu. Reklamada katta pul oladi. Aynan, inang bir qiz. Tog'angni ham chaqir ketdik. Ina ovqat qilmayapmi? Qilma. Yur, ana tog'angni ham tilpon qil. Juring ey. Tog'a. Keyin xafa bo'lib yuradi u ham. Ina? Ha? Amerikadagi nevarangiz telefon qilyapti. Ne bir qani? Ey, Ulug'bekjon. Sen ham jimsan-da Amerikadan men deb. Mama, yaxshi yuribsizmi? Ay singlingni qara, qoldirg'ich degan restoran ochibdi. Ha, aytqancha, jibargan ishkalatlaringni oldik. Qurri bizda ishkalatni aldama, hoppa. Kal bobaydan ham jo'natdi. Sen restoran? Nima bizlarga ishona olmayman to'g'risi. Ey, sen kulaver, hoppa. Qani ko'ramiz, tojimini. Opa, Kamila zo'r joy ochibdi. Bahavo joy ekan. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Nima buyurtma qilasizlar? Ey singilcha, ana Kamila aytgandek, Qaldirg'och restoranida nima zo'r taomlar bo'lsa, hammasini olib kelavering. Oilaviy mazza qilaylik. Xo'p bo'ladi, hozir olib kelaman. Singilcha, bu necha kishilik bu? Bu 4 kishilik setimiz, ichida 4 xil baliq va tovuq filesi ham bor. Ey qizim, bundan ham kattasi bormi? Bor mamajon, 6 kishilik setimiz bor. Aytki. Xo'p bo'ladi. Ina, bu 4 kishilik setning necha pulligini bilasizmi? Yo'q. 260 ming ekan. Olib keladigan 6 kishilik 360 ming ekan. 2 xil salat, non, choy ichida ekan. Bizga farqi nima? Jiyanimiz shu yerda direktor-ku. Boshlab bering, yiyiq. Ha, aytqancha. Angla, bismillahirrohmanirrohim. Yemaydi kala balig'i bor ekan. Yana ottalik yo'da. Qo'ying. Voy, qo'yingmi? To'xtanglar, baraka topkunlar. Biz och ovqat emasmiz. Hech bo'lmasa karshikasi qolsin. Opa. Ha, jeb to'ymagan jalim ham to'ymaydi. Ana ilohomin. Mana hisobinglar. Nimaga biz to'laymiz? Men nevaram restorani-ku. Ha, meni qizim restorani. Sizlar adashyapsizlar shekilli. Boshlig'ingiz-ku? Kim u? Komila. Balogir. Komilami? Hozir. Sizlar kim aytdan qimmat narsa olinglar. Undan ko'ra 45 mingga qaras baliq olsanglar bo'lmaydimi? Kamila xafa bo'lmagin, ersiramay o'l.